buvimlarning videolarini menimcha siz ham ko'rgan bo'lsangiz kerak. To'g'risini ayting, maza qilgansiz-ku. Zuhra buvi profilini yuritishyapti va buvimlar o'z qo'llari bilan sof o'zbekchada juda ham chiroyli ovqatlarni pishirib beryaptilar va buni kontent ko'rinishida olib chiqib Instagramda shaxsiy sahifalarini yuritishyapti. Ochib aytaman, juda ham kreativ podxod bo'lgan va juda ham ko'p odamni qalbidan joy olishga ulgurgan inson sifatida chiqdilar. Chunki ularni so'zlari, yuzlaridagi nurlari va pishirayotgan ovqatlari yu gapirayotgan gaplari odamlarning qalbidan joy oldi. Va yuritilayotgan kontentni menimcha hech qaysisida negativ yo'q va bu juda ham zo'r. Biz bundan xulosa qilishimiz mumkinki, agar blog yuritilayotganda noodatiy podxod qilinadigan bo'lsa, qolganlar takrorlay olmaydigan holatda chiqish qilinadigan bo'lsa va o'zingizning unikalligingiz bilan kontentlar qilishni boshlaydigan bo'lsangiz, xuddi shunaqa ko'ruvchilar ham va fikr bildiruvchilar ham ko'p bo'ladi. Qila olarmikinman, o'xsharmikin, o'xshamasmikin degan narsa hammasi miyamizda, hattoki mana buvimlar ham bu ishni qila olyaptilar. Siz qila olmaysizmi? Fikrimni yetkiza olgan bo'lsam, videoga bitta like bosib qo'ying. Bu videoni buvingizga ko'rsatib, sizni ham shunaqa olib chiqamizmi deb bitta maslahat qilib ko'ring, nima deydilar.